Bir odam o'rmonga tosh otdi. U quruq daraxtga tegib ovoz chiqardi. Yaqin atrofdagi kichkina kiyik qotib qoldi. Ehtiyotkorlik bilan atrofga qaradi, o'tlarini chaynadi va keyin xotirjamlik bilan o'rmonga qaytib kirdi. Lekin yovvoyi cho'chqa o'sha ovozni eshitib birdan quturdi. U baqirib har tomonga otila boshladi. Butalarini yorib o'zini hammaga oshkor qildi. O'sha payt ovchi o'q uzdi. O'q to'g'ri cho'chqani teshib o'tdi va u esa og'riqdan yiqildi. Tosh uni o'ldirmadi. Uni o'zining ortiqcha reaksiyasi o'ldirdi. Psixologiyada bu Festinger qonuni deyiladi. Natijangni hodisa emas, reaksiyang belgilaydi. Hayotda ham xuddi shunday. Arzimagan narsalarga g'azablanish, bahslashish, o'zingni haq ekanligingni isbotlashga urinish seni ishdan asta yemaradi. Shuni esla, har narsaga reaksiya berish shart emas. Ba'zan xotirjamlikni saqlash sendagi eng katta kuchdir.